Assalomu alaykum. Voltavto kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun birinchi kun kompaniya Voltavto Olmaota, Qozog'iston davlatidagi Olmaota shahrida выставкада qatnashyapti. PowerTech Expo 2025. Hozir shu haqida ozgina ma'lumot beramiz. Demak, bu yerda biz ushbu ekspoda bu yil ikkinchi qatnashuvimiz. O'zimizning mahsulotlar bilan elektromobillar uchun zaryadlash stansiyalari bilan qatnashamiz. Bizning offerimiz, ya'ni taklifimiz mijozlarga birinchi o'rinda ushbu qurilmani sotib olish, ya'ni yangi biznes sxemasini demak biza yaratib berganmiz. Nima oladi mijozlar shu оборудованияni, ya'ni qurilmani sotib olish orqali? Agar sizda gostinitsa, restoran yoki kafe, parking bo'lsa, elektromobil Voltavto zaryadlash stansiyalari qurilmalari orqali o'rnatishingiz orqali siz o'z mijozlaringizga yangi qulaylik sharoitini yaratib berishingiz mumkin. Shu bilan birga yangi biznes kanalini o'zingizga ochishingiz mumkin. Biz sizga 2 yillik kafolat, mahsulot kafolati va 10 yillik xizmat servisini taklif qilamiz. O'zbekiston bozorida to'plangan tajribalarimiz, ya'ni o'zimizda servis, xizmat ko'rsatish kanalimiz bor. Ishga yaroqliligini kuzatib borish kerak. Shu bilan birga bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Ichki sxemasi to'la O'rta Osiyo iqlim hududlariga to'g'ri keladi. Qozog'iston hududi nisbatan boshqa davlatlarga nisbatan changliroq, chunki cho'llari ko'p. Именно buni Qozog'iston hududlariga mos keladigan zapchastlari bilan, qurilmalar bilan jihozlangan. Ikkinchi taklif, biz o'zimiz o'rnatamiz. Agar sizda zaryadlash stansiyasini o'rnatish va parking uchun ikkita elektromobil, eng kamida parking uchun joy bo'lsa, biz o'zimiz o'rnatamiz va shu orqali siz daromad topishingiz mumkin oylik. Bu qanday bo'ladi? Sizni joyingizga ijara haqqi to'laymiz har oy. Bu protsentda hisoblanadi va shu orqali siz daromadingizni yangi qo'shimcha daromad kanalini yaratishingiz mumkin. Bu o'rinda kompaniya Voltavto hamma xarajatlarni o'zini bo'yniga oladi. Ya'ni mijoz hech qanaqa xarajatlar qilmaydi. Sotib olish kerak bo'lmaydi. Ruxsatnoma yoki montaj ishlari hammasini biz o'zimiz qilamiz. Xo'p. Ozgina qisqacha bizning produkt, ya'ni mahsulot haqida ma'lumot berib o'tsam. Nimalar bilan boshqa mahsulotlar bilan farqlanadi? Birinchi o'rinda bu dizayn. Voltavto kompaniyasi o'sha uzoq yillik tajribasidan o'laroq o'zini dizaynini yangilab, yangi funksiyalarni, yangi qo'shimcha yengillik, qulayliklarni qo'shib boradi. Bulardan biri gun holderlar. Bu gun holderlar nima beradi? Odatdagi oddiy kabellar 5 metr bo'ladi. Zaryadlash stansiyasida ikkita kabeli bor. Har bir kabeli 5 metrdan uzunligi. Har bir metri 6 kilodan bo'ladi. 6 kilo va undan yuqori bo'ladi. Bu 120 kilovatlik zaryadlash stansiyasiga o'rnatiladigan kabellar. Demak, 30 kilodan ortiq yuk bu yerda osilib turadi. Bu birinchidan elektromobilchi uchun qishki yoki yomg'irlik fasllarda juda noqulay. Chunki kabel yerda osilib turadi. Buni boshini demak pistoletini mashinaga ulagungacha kabel yerda sudralib boradi. Kamida 60% og'irlikda elektromobilchi o'zi ko'tarish kerak bo'ladi. Demak, gun holder orqali biz ushbu muammoni hal qildik. Ikkinchi qulaylik tarafi zaryadlash stansiyalarini o'rnatilgan o'sha kabellarini
xizmat ko'rsatish umrini uzaytiradi. Odatda o'rtacha qurilma 10 yildan 20 yilgacha xizmat ko'rsatadi. Buning ichida o'sha tashqi muhit ta'siri, chirishi o'sha hududlarga bog'liq bo'ladi va shu bilan birga kabellarni eng ko'p ishlaydigan joyi bu kabellari elastiklik jihatdan har doim ishlanib turganligi uchun buni o'sha umri ya'ni ishlash xizmat qilish umri qisqarib boradi. Gun holder orqali biz shu ma'nodagi demak muammoni hal qildik. Ya'ni bu yerda gun holder bilan agar ishlatiladigan bo'lsa kabellari demak umri uzoqroq bo'ladi, ishlash xizmat qilish davri cho'ziladi. Va shu bilan birga xavfsiz bo'ladi. Agarda yerda sudralib turgan oddiy kabellik zaryadlash stansiyalarini ko'rsangiz, bu taxminan mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda sudralish natijasida kabellarini ishqalanishlik oqibatida uzilishga olib keladi. Uzilishga olib kelgandan keyin demak bu yerda 380 3 faza va yerda demak xavfsizlik jihatidan bu umuman xavfsizlik qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Demak, uchta jihati ham juda muhim. Yengillashtirishi, ya'ni ayol kishi agarda elektromobilni quvvatlaydigan bo'lsa, bunga juda ham qulay bo'ladi. Shu bilan birga elastiklik jihatdan o'zi kabelni xizmat qilish umrini uzaytiradi. Va shu bilan birga xavfsiz hisoblanadi. Bu eng hozirgi paytdagi og'riqli masalalar. Umuman bitta qurilma bo'lishi mumkin zaryadlash uchun, lekin ularda shu funksiyalar, ya'ni qulayliklari bo'lmasa, demak bu yerda xavfsizligi yoki o'sha qulayliklarini inobatga olinmasa, bu ham bir kamchilik. Kompaniya Voltavto shu kamchiliklarni inobatga olib, yangi o'sha qulayliklarni qo'shib boradi. Ana endi qisqacha ichki, ya'ni zaryadlash qurilmasining ichki jihozlariga e'tibor beramiz. Bu yerda siz ko'rib turganingizdek 3 ta sovutish kanali bilan jihozlangan sovutish moduli. Bu nima vazifani bajaradi? Elektromobillar umuman ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu o'sha sovutish tizimi suyuqlik bilan jihozlangan bo'ladi. Ikkinchisi havo orqali sovutish tizimi bilan jihozlangan. Xuddi shu kabi zaryadlash qurilmalari ham ikkita turga bo'linadi, ya'ni havo orqali sovutish va suyuqlik orqali sovutish. Suyuqlik orqali sovutish bu hamma hududlarga ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, Rossiya hududlari yozi juda qisqa va sovuq kunlari qish fasllari uzun bo'ladi. Rossiya hududlariga demak suyuqlik orqali sovutish tizimini qo'yish bu o'zini oqlamaydi. Chunki o'rnatilgan o'sha antifriz deb qo'yiladi. Suyuqlik sovutish tizimlari muzlab qolishi mumkin. Buni natijasida zaryadlash stansiyasi yaxshi ishlamaslikka olib keladi va elektromobillarni harakatlanishini cheklashi mumkin. Xuddi shuni inobatga olganda, bizni hudud iqlimlariga ham moslab faqat aksariyat zaryadlash qurilmalari havo orqali sovutish tizimi bilan jihozlangan. Ushbu sovutish tizimi 30 kilovatlik bo'ladi. Har bir 120 kilovatlik zaryadlash qurilmasida demak 4 ta bunaqa 30 kilovatlik sovutish tizimi jihozlangan. Buni yana asosiy jihatlari bu demak changlanmasligi kerak. Buni ma'lum muddatda yechib, ya'ni sovutish tizimini yechib, zaryadlash stansiyasidan tozalab turishga ehtiyoj bo'ladi. Changlardan. Har bir pistolet uchun nazorat qilish jihozlari va asosiy buyruqlarni qabul qiluvchi ekran. Ekran bu juda ham muhim, displey. Displey bu o'sha -30 dan +50 gacha gradusda ishlashini ta'minlash kerak. Nega +50?
Chunki elektromobillarni zaryadlash qurilmasi ishga tushganda bu ichi qizishni boshlaydi. Va tashqi muhitda ham misol uchun 50 graduslik, 50 gradus emas, 40-35 gradusda bo'lsa, bu baribir ta'sir qiladi. Shu bilan birga bizni displeyimizga bu issiqlar ta'sir qiladi. Shunda buyruqlarni noto'g'ri qabul qilish yoki xatoliklar kelib chiqishi mumkin. O'shani inobatga olganda, demak, -30 + 50 gradusgacha chidamli displey o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi.